Futbol tarixidagi eng dramatik finallardan birida ishtirok etgan o'zbekistonlik futbolchilar Osiyo chempionlari Toshkentga qaytdi. Kutilganidek, O'zbekistonda an'ana tusiga kirgan holat ro'y berdi, ya'ni chempionlar qizil yo'laklarda tantanali tarzda kutib olindi. Chempionlar hamon ommaviy axborot vositalari, o'z viloyat va tumanlarida, maktablarida va kerak bo'lsa, FIFA rasmiy sahifalarida ham e'tirof etilmoqda. Shu va boshqa mavzular bilan doimgidek Qalampiruzda Sport Digestda. Assalomu alaykum. Aprel kuni Saudiya Arabistonida o'tkazilgan 17 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi Osiyo Kubogi finali bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi mezbon saudiyalik tengqurlarini 2-0 hisobida mag'lub etdi. Uchrashuvning birinchi taymi 40-daqiqasida Sarsenbayev va 45-daqiqada Abdukarimovga qizil kartochka ko'rsatildi. Ikki kishi kam bo'lib qolgan O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi o'zini yo'qotib qo'ymadi. 50-daqiqada Muhammad Hakimov O'zbekistonni oldinga olib chiqdi. 70-daqiqada Sadriddin Hasanov oradagi farqni ikkitaga oshirdi. O'yin yakuniga qadar o'zbekistonliklar darvozaboni Rustamjonov bir qancha seyfni amalga oshirib, jamoasini gollardan qutqardi. Shu tariqa Islom Ismoilov qo'l ostidagi O'zbekiston U17 terma jamoasi Osiyo Kubogi chempioniga aylandi. Ma'lumot o'rnida 17 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi Osiyo Kubogida O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi ikkinchi marta g'oliblikni qo'lga kiritdi. Musobaqa yakunlariga ko'ra Fair Play sovrini mezbon Saudiya Arabistoni terma jamoasiga nasib qildi. Eng yaxshi darvozabon esa O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi posboni Ne'matulloh Rustamjonov bo'ldi. Turnir to'purari O'zbekiston vakili Asilbek Aliyev va turnirning eng yaxshi futbolchisi deb Sadriddin Hasanov topildi. Finaldan keyin jamoa bosh murabbiyi Islom Ismoilov va yetakchi futbolchilardan biri Sadriddin Hasanov hayajonli va og'ir final haqida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Ikkita qizildan keyin ham biz to'xtab qolmadik aka, biz vatanimiz uchun kurashdik oxirgacha. Mana shu yerda shuncha kelgan muxlislar uchun aka, trenerlarimiz shuncha mehnat qilyapti, hammasini oqladik deb o'ylayman aka. Avvalo O'zbekiston xalqiga g'alaba muborak bo'lsin. Bu g'alaba zamirida juda ko'pchilikning mehnati yotibdi. So'nggi yillarda yurtboshimiz sportga, ayniqsa futbolga alohida e'tibor qaratmoqda. Buning uchun tashakkur aytamiz. Shuningdek, OFA rahbariyati, xalqaro aloqalar va terma jamoalar bo'limi hamda bizning jamoamiz uchun mehnati singan har bir insonga minnatdorlik bildiramiz. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi tomonidan shu kunga qadar biz uchun juda ko'plab yig'inlar tashkil etildi. Xalqaro turnirlarda ishtirok etishimiz uchun sharoit yaratib berildi. Vatanimiz doimo qahramonlar, mard insonlar yurti bo'lgan. Buni futbolchilarimiz yana bir bor maydonda ko'rsatib berishdi. Fantastik o'yin bo'ldi. Bu jasorat, matonat namunasi. Yigitlarga rahmat aytaman. Ular imkonsiz vazifani bajarishdi. Hissiyotlarimizni so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi. Oldimizda yanada muhim turnir bizni kutmoqda. Jahon chempionatida ham yurtimiz sharafini munosib himoya qilamiz. 21 aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Saudiya Arabistonda o'tkazilgan Osiyo chempionatida g'olib bo'lgan terma jamoa a'zolarini tabrikladi. 17 yoshgacha bo'lgan o'smirlar o'rtasida Saudiya Arabistoni maydonlarida bo'lib o'tgan nufuzli musobaqada muvaffaqiyatli ishtirok etib, yuksak sovrin Osiyo Kubogini qo'lga kiritganingiz bilan xalqimiz nomidan, o'z nomimdan, chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Sizlar kabi navqiron, azmu shijoatli yoshlarimizning butun turnir davomida bironta ham mag'lubiyatga uchramasdan rekord natija ko'rsatib, jonajon vatanimiz sharafini mardona himoya qilganlari hech shubhasiz milliy futbolimiz tarixiga oltin harflar bilan yoziladigan shonli voqea desak to'g'ri bo'ladi. Ayniqsa finalda musobaqa mezboni Saudiya Arabistoni kabi g'oyat kuchli jamoaga qarshi keskin bellashuvda turli bosimlarga qaramasdan 11 o'yinchiga qarshi 9 futbolchi shiddatli kurash olib borganingiz chinakam jasorat va matonat namunasi bo'ldi. Sizlar namoyon etgan yuksak mardlik va mahorat har qanday tahsinga sazovordir. Musobaqa yakuniga ko'ra 3 nafar iste'dodli va mohir sportchimiz yakka tartibdagi sovrinlar egasi bo'lgani, jumladan Ne'matulloh Rustamjonov turnirning eng yaxshi darvozaboni, Asilbek Aliyev eng yaxshi to'purari, Sadriddin Hasanov eng yaxshi futbolchi sifatida e'tirof etilganini ham alohida ta'kidlash lozim. El yurtimiz sizlarning timsolingizda doimo oldinga intilib yashaydigan, yuksak marralarni zabt etishga qodir yangi O'zbekiston yoshlarining eng yorqin vakillarini ko'radi va sizlar bilan haqli ravishda faxrlanadi. Mamlakatimizda sportga, jumladan futbol rivojiga berilayotgan yuksak e'tiborning yana bir amaliy natijasi bo'lgan mana shunday tarixiy g'alaba uchun sizlarni tarbiyalab voyaga yetkazgan
ota-onalaringiz va ustoz murabbiylaringizga chin dildan samimiy minnatdorlik bildiraman. Sizlar ushbu g'alabadan ruhlanib, shu yil noyabr oyida Qatarda bo'lib o'tadigan Jahon chempionatida ham Osiyoning g'olib jamoasi sifatida munosib ishtirok etasiz deb ishonaman, deyiladi Prezident tabrigida. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev futbol bo'yicha 17 yoshgacha bo'lgan o'smirlar o'rtasidagi Osiyo Kubogi o'yinlari g'oliblari va ishtirokchilarini mukofotlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. Futbolchi va murabbiylar Toshkent shahrida tantanali kutib olinganda mamlakat bosh vaziri va sport hukumati tomonidan medallar bilan taqdirlandi. Prezident farmoniga ko'ra, futbol bo'yicha O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi bosh murabbiyi Islombek Murodbek o'g'li Ismoilov O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan sport ustozi faxriy unvoni bilan taqdirlangan bo'lsa, barcha futbolchilarga kelajak bunyodkori medali topshirildi. Jamoa bosh murabbiyi Islom Ismoilovga Prezident sovg'asi Equinox avtomobili, futbolchilarga esa Cobalt avtomobillari kaliti topshirildi. Osiyo chempionlarini kutib olish jarayonidan batafsil reportajni siz Qalampiruzning YouTube kanalida tomosha qilishingiz mumkin. Mavzudan uzoqlashmaymiz. FIFA rasmiy sahifasi Saudiya Arabistonda bo'lib o'tgan 17 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi Osiyo Kubogida porlagan 6 nafar futbolchi haqida maqola chop etdi. Mazkur maqolada Jahon chempionatiga yo'llanma qo'lga kiritgan terma jamoalarning 6 nafar futbolchisi va ularning natijalari haqida alohida to'xtalib o'tilgan. Ushbu futbolchilar ichida O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi hujumchisi musobaqa to'pirari Asilbek Aliyev ham bor. Asilbek Aliyev hujumchi, 15 yosh. Bu yosh iste'dod O'zbekistonning chempionlikni qo'lga kiritishidagi asosiy omillardan biri bo'ldi. Aliyev chorak finalga qadar dastlabki 4 ta o'yinda 5 ta gol urishga muvaffaq bo'ldi. 15 yoshidayoq yuqori hujumchilik instinktini namoyish etdi. Markaziy Osiyoning kelajagi sifatida qaralayotgan futbolchi Saudiya Arabistonida o'tgan musobaqa to'pirari bo'ldi, deyiladi maqolada. Saudiya Arabistonida bo'lib o'tgan 17 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi Osiyo Kubogi finalida O'zbekiston o'smirlar terma jamoasining 2 a'zosi Nurbek Sarsenbayev va Miraziz Abdukarimov noyabr oyida Qatarda bo'lib o'tadigan Jahon chempionatining dastlabki o'yinlarini o'tkazib yuborishi mumkin. Bu haqda OFKda faoliyat olib boruvchi o'zbekistonlik mutaxassis Alisher Nikimbayev ma'lum qildi. Nikimbayevning ma'lum qilishicha, O'zbekiston U17 terma jamoasi a'zolari finalda olgan qizil kartochkalari Jahon chempionatida ta'sir qilishi mumkin. FIFA intizomiy kodeksiga ko'ra chetlatilish ortidan olingan diskvalifikatsiya keyingi musobaqaga o'tkaziladi. Bu holatda futbolchilar Jahon chempionatiga qadar o'z yosh toifasidagi boshqa musobaqada ishtirok etmasa, diskvalifikatsiya mundialdagi ishtirokiga ta'sir qiladi. O'tkazib yuboradigan o'yinlar soni OFK tartib intizom qo'mitasi tomonidan belgilanishi kerak. Ma'lumot o'rnida O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi chempionlik bilan birga Jahon chempionatiga ham yo'llanmani qo'lga kiritdi. Ushbu turnir joriy yilning 3-noyabridan 27-noyabrga qadar Qatar maydonlarida o'tkaziladi. Moskvaning CSKA klubi o'zbekistonlik yarim himoyachi Abbosbek Fayzullayevni 12 million yevrodan kamiga sotmoqchi emas. Bu haqda insider Ivan Karpov o'z Telegram sahifasida ma'lum qildi. Manbaga ko'ra, moskvaliklar yozda bir nechta chiziqlarni kuchaytirmoqchi. Buning uchun armiyachilar yetakchilaridan birini sotish kerak. CSKA Abbosbek Fayzullayev atrofidagi qiziqishlarni inobatga olib, uni kamida 12 million yevroga sotmoqchi. Abbosbekning CSKA bilan tuzgan shartnomasi kelasi yilning yozida yakunlanadi. 21 yoshli futbolchi joriy mavsum 32 ta uchrashuvda maydonga tushdi. Uning hisobida 3 ta gol va 7 ta golli uzatma bor. Transfermarkt portali futbolchini 8 million yevroga baholagan. 2-10 iyun sanalari FIFA kunlari sifatida belgilangan bo'lib, uning doirasida O'zbekiston milliy terma jamoasi 5-iyun kuni Abu Dabida, Birlashgan Arab Amirliklari hamda 10-iyun kuni Toshkentda Qatar termalariga qarshi maydonga tushadi. Bo'lajak o'yinlarga O'zbekiston terma jamoasi tayyorgarlikni ertaroq boshlamoqchi va shu munosabat bilan O'zbekiston chempionatining 12-tur bellashuvlari boshqa sanaga ko'chirildi. Bu haqda O'zbekiston Professional futbol ligasi matbuot xizmati xabar berdi. Birlashgan Arab Amirliklari bilan uchrashuv mamlakat futbol tarixiga kirishi mumkin. Mazkur uchrashuvdagi durang natija ham jamoamizni mundial sari yetaklaydi. Shundan kelib chiqib, bosh murabbiy Timur Kapadze Abu Dabidagi bellashuvga jiddiy tayyorgarlik ko'rishni rejalashtirgan. Jumladan, terma jamoamiz safarga odatdagidan ertaroq yo'l olib, tayyorgarlikni amirliklarda davom ettirishni maqsad qilgan, deyiladi xabarda. Ma'lumki, may oyining so'nggi 10 kunligida legioner futbolchilar ham terma jamoa lageriga ertaroq yetib kelishi mumkin. Bu o'z navbatida Kapadzega jamoani ertaroq yig'ish imkoniyatini taqdim etadi. Shundan kelib chiqib, assotsiatsiya va liga o'zaro kelishgan holda Superliganing 12-tur bellashuvlarini ham FIFA kunidan keyinga ko'chirishga qaror qildi. Bu o'z navbatida Superligada ishtirok etayotgan futbolchilar terma ixtiyoriga ertaroq yetib borishini ta'minlaydi. Bunda Superliga o'yinlarining dam olish kunlariga to'g'ri kelishi va kubok uchrashuvlari hafta o'rtasida bo'lib o'tish prinsipi saqlanib qolingan bo'lib, mamlakat kubogining 1/4 final bosqichi avgust oyiga ko'chirilgan. Ishonamizki, mamlakatimiz bosh jamoasi iyun oyida barcha o'zbekistonliklar uchun mundial chiptasini sovg'a qiladi, deyiladi manba xabarida.
27-aprelga o'tar kechasi Ispaniya Kubogi finali doirasida azaliy raqiblar Madridning Real va Kataloniyaning Barselona klublari to'qnash keldi. Uchrashuvning birinchi bo'limi Kataloniya klubi ustunligi ostida o'tdi. 28-daqiqada Yamal uzatgan to'pni Pedri Kurtua darvozasiga yo'llab hisobni ochdi. Ikkinchi bo'limda esa Real futbolchilari ustunlikni o'z tarafiga og'dirdi. Zaxiradan Kylian Mbappening ham maydonga tushishi qirollik klubining o'yinini kuchaytirdi. 70-daqiqada aynan Mbappe jarima zarbasidan gol urib hisobni tenglashtirdi. 77-daqiqada Chouameni burchakdan uzatib berilgan to'pni golga aylantirib jamoasini hisobda oldinga olib chiqdi. 84-daqiqada Ferran Torres Yamalning uzatmasidan keyin Real a'zosini ortda qoldirib, bo'sh qolgan darvozaga aniq zarba yo'llab hisobdagi muvozanatni tikladi. Shunday qilib asosiy vaqt 2-2 hisobdagi durang bilan yakunlandi. Extra timelarning 116-daqiqasida Barselona himoyachisi Jules Kunde uzoqdan ajoyib zarba yo'llab jamoasining g'alabasini ta'minladi va Barselona El Clasicoda g'alaba qozondi. Bu ortda qolayotgan hafta sportga oid eng muhim voqealar edi. Qalampiruzning Telegramdagi sport sahifasiga obuna bo'ling. Keyingi hafta so'ngida ko'rishamiz.